Assalomu alaykum, hurmatli YouTube foydalanuvchilari. 4-sinf ona tili tushum kelishigi mavzusidan uyga vazifani ko'ramiz. 40-mashq. Berilgan tushum kelishigidagi otga mos fe'llar topib, so'z birikmasi tarzida yozing. Bizga gulni so'zi berilgan. Shunga mos fe'llarni yozamiz. Gulni uzdi, nima qildi? Uzdi. Gulni ekdi. Nima qildi? Ekdi. Gulni sug'ordi. Nima qildi? Sug'ordi. Ya'ni suv quydi degan ma'nosida. Gulni hidladi. Nima qildi? Hidladi. Keyingi so'zimiz xatni so'zi. Xatni so'ziga xatni yozdi. Nima qildi? Yozdi. Xatni o'qidi. Nima qildi? O'qidi. Xatni yubordi. Nima qildi? Yubordi. Xatni ochdi. Nima qildi? Ochdi. Quyida berilgan fe'llar namuna tarzida yozilgan. Buning o'rniga boshqa fe'llarni ham qo'yib yozsangiz bo'ladi. Bu yerda fe'llar o'tgan zamonda berilgan. Hozirgi zamonga moslab, kelasi zamonga moslab fe'llar ham qo'yishingiz mumkin. Bu sizning xohishingizga bog'liq.